To'g'ri aytasiz. Hozirgi kunda investorlar juda ham turli sohalarga o'zlarini inflyatsiyadan saqlash uchun pullarini tikishyapti. Ulardan tilla va neft juda ham optimal pullarini saqlab qolish uchun variant hisoblanadi. Hozirgi kunda logistika va transport tizimi juda ham rivojlanib boryapti va transportni yurish uchun yoqilg'i, suv va havodek kerak. Hozirgi shunday biznes sohasi bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun eng ideal tanlov Faftiger V benzovoz hisoblanadi. U bir otsenkali, bir yonkist bilan jihozlangan, ya'ni bir turdagi benzinni yetkazdirib berish imkoniyatiga ega. Umumiy parametrlari bo'yicha ma'lumot beraman. 19,5 kamilli ballon, xo'p, kolesning bazasi 390, kabinadagi komfortlar, konditsioner, pechka, jamiki shofyor akalarimiz uchun barcha komfortlar yaratilgan. Bu biznesingiz yanada rivojlanishi uchun ideal tanlov hisoblanadi.